qaytyapti. Kimdadir bu paytda ham bir oyda katta bir tomoni kamroq bo'ladi. Faqat pastingizda buyog'ingizda sal ko'proq shishlarda. Mana chandiqlanish boshlanganki, qolgan shishlarni so'rilishi oz to'sqinlik qilib turibdi. Qachon chandiq yoyilib, so'rilib ketadi, bu yo'qolib ketadi. Tushundingizmi? Hozir teringiz bilan mushagingiz bir-biriga yopishmaganda, o'rtada suyuqlik chandiq turibdi, shu qo'ymaydi. So'rasa bunda yopishib olsa, bu tekis silliq bo'ladi. Hozir mana shishlar griza olganmiz, shishlar bu yoqda emasdi, mana kipring tagida sizda. Ko'ryapsizmi? Bu yoqda mana chandiq bo'lgan. Grizalarsiz qolmagan. Ha, ko'zingiz akkuratni chiroyli turibdi, bu yog'ingiz ham shunaqa. Siroj yoshirgansiz, bu yoqda yoshidan ancha katta ko'rinib qolgan. Shunaqa. Bemalol makiyajsiz ham yurursiz bo'ladi. Faqat yana bitta ehtiyot qiladigan joyingiz, mana kesilgan joyda chandiq-ku, iloji boricha mimikani kamroq ishlashingiz kerak. Chunki bu qattiq narsa qilsangiz shu yerdan ajin paydo qilib qo'yishi mumkin. Tushundingizmi? Shuning uchun mana iloji boricha mimikani ehtiyotlab tursangiz, mamutlardan ajin paydo qilib qo'yishi mumkin-da. Qachon ham yumshab ketadi, keyin bemalol o'zi kulaverishingiz bo'ladi. Kuldirmaylar-da. Proseduralarım var. Qilsa bo'ladimi? Bo'ladi. Yo'q, biorevitalizatsiyadan. Yuzga qiladimi? Qovoq qilmaydi-ku. Men bo'ladi ular. Peshanalarga, yuzlarga qilsa bo'ladi. Shundan so'rag'an ijotim o'shalarni to'yim bor yaqinda. O'shanga bu narsa qilish kerak edi. Bo'ladi. Men anaqa birovni turman. Men fitnessimga qatnasha olmayman. Anaqa men yashayapti. Boyga aniq hayotim uzilib qolgan. Yo'q, bo'ladi. Sekin qatnashish. Endi ora-orada agar sanchib, nimadir og'riqlar bo'lsa, qo'rqish kerak emas. Bu endi shu jarohat o'z bitish paytlari bilan nervlar tiklanishda sanchilib og'riqlar berib turishi mumkin. Endi fitnessda sekin-sekin qilsangiz unaqa bo'lmaydi. Birdan naushnik qilib qo'ysangiz sal bo'lishi mumkin ko'zga naushnik.